alla aytay jonim bolam. Aya, Molga o'xshamay kir. Ukang uxlayapti. Alla. men o'qishga ketyapman, aya. Alla qilib ayt. Ukang uyg'onadi. Beparosat alla. Ichingdan gamash kiydingmi? Ikkita gamash kiydim, aya. Olib tali qilmasdan boshingga ham kiy alla. Boshim soqotmaydi, voliday muhtaram onam. Bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Boshingga kiy alla. Hop, Allah. Mana o yo'l kirenga. Abetam qilasan alla. Baxti davlat, boshimdagi toj. Paxta qo'ymay, yo'qol darsinga. Ha, it maki. Ayo, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmay, o'l. Akalarim yaxshi ko'raman dedi. Uylandi, mana xotinini qo'yniga kirib ketdi. Masaj qil. Aka, uzrda boshqa xonada ham bolalar bor, sal sekinroq. Nima? Sen bilasanmi bu o'yinni qancha kutganimni? Bo'ldi-da endi shu futbolni deb bolani ham qo'rqitdingiz. Akalar, bugun futbolni biznikida ko'raylik, kelinglar. Onam ham rosa sog'ingan. Ha, ko'zing go'laymay o'lgirlar. Shu onamga 4 ta anja morojni olay deyishmadingmi? Ha, aya, ko'chada anja marojani qaydan topamiz? O'chironingda, karnikaga shunday kirsang, polkalarga terib qo'yibdi chiroyli qilib. Undan tashqari anjom bot deb yozsang ham bitta chiqazib beradi. Zakaz qilsang dastavka qilib beradimi? Shunchasini zakaz qilib qo'ygan ekanman. Ol, yeyish. Inangga baqashyapsanmi? Inangga to'y keldimi? Mana shuni tiqib olayman og'zingga. Turoningni yo'qolishingga. Aylama. Ko'zingga tushirmay, ifloslar. Yo'qol xatingni oldiga singlar. Nimaga yutkizib qo'yadi? Nimaga yutkizib qo'yadi? Choptoni bermaysanmi? Ketmayman men. Oyog'i qiyshib. Ey! Ullamay, bunchaq ketish. Bulutda ko'nglim oppog'im ona. No'mon tog'a chidolmayman. No'mon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab ishlaymi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tovag'im. Uchinchi o'rinda nos tortib privodnom qilyapti. Voy o'g'ling man. Hali shunaqa ishlar qiyinsan, beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Tog'a bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim, yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabishda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'ling men. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam. Telefonni olib kel. Telefon mana telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brozersning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'ling nimaga? Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilasan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshi kulgili ekan dedim. Ha, tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti. Mo'l qarang, chekyapti. To'roningdan qo'yog'lar soat 3 bo'lyapti, nahorga oshgul yemaymiz. O'zi 2da uxladik-ku, dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nba-yo 8gacha bo'yana ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim. Endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizni super kala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu strela choyxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan.
Tezlash qo'y yag'lar. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Mana qara to'yda ish uchta endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'da skachasi qilib olasan. Bundan-chi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kechak deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yni ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib, to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super klip qo'yib bordi. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Yasho, hoy! Hoy. Parasati yo'q, nososramay o'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy-hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasho, hoy! Hoy, hoy. Bittasini ber menga dana. Neni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar mash olma. Dada hammasini yeyolmaymiz. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mka turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi, bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam deysiz. Dada mana hozir qaytolma esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yag'i. Bu Darmet bolalar dastidan Xonsaroyda Mega Planetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da. Gazga hayda. Gaz oldim dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda qoq, boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga so'us qilaman. Dada, Malibu'yizni burrib, oldini yo'q qilib, lab o'qib qo'ydim. Ha, zarar ko'rdi, yana mashinani urdingmi? Dada, nabarot zo'ru, palasaga kelganingizda bunday qilib qarab qo'yasiz. Bosmadimmi deb. Dadam yangi mashina olibdimi? Solishli ekan. Dada, Ruslan aka-ukalari bilan urdi. Nima yuradi? Ko'ziga atverka tiqoldi. Uni nimaga shunaqa qiladimi? Dada, qara, fint ko'rsataman. Yo, bolam. Shita qilmadi. O neyni? Dadamni men sizni ko'ryapman. Horbelar. Qochmang, yuzingizni screenshot qilib oldim ko'zimda. Ayam qiladi. Jon bolam, faqat ayezga yetmay qolma, xohlagan narsangizni olib beraman. Rossa. Qaydan olding qo'lingdagini? Aytaman, ona aziz, dadamni bitta toltayda bitta qiz bilan ushlab oldi. Aytmayman deganingku. Aytaman, gitasi yo'q ekan ichida. Men diskotekaga bormoqchi edim gitada, tufli bor joyga. Aya bitta toltayda bitta qiz bilanchi gaplashib turishgan ekan. Aytma, PlayStation beraman dedi. Yo'q deb sizga aytdim. Men hech kimman-da. Xotin, nima bering? Kitana win. Aya, fatality qiling. Sobir Inderjit qizini uzatyapti. Kelin mixtay xizmat qilib qo'yish. Ertaga Komilnikida mol so'yiladi, go'sht tarqatiladi, ov olishman. Mahallani obodonchiligiga qarash. Inderjit to'ylar qulluq bo'lsa, meni olib qo'ysinlar. Menga qara, hozir qizing ketayotgandan keyin yig'lamaying, tushundingmi? Ketgandan keyin bitta xonaga qamab qo'yaman, ullab yig'laverasan. Kuyovlar kelyapti. Nima qilyapsanlar boring? Kedaysanlar nososramasdan. Ha, beparosa.
U bo'ldi, bu bo'ldi, raqam qotillik bo'ldi. Baqirmoq buyini baxtiga sog' bo'lgurdi bolalari. Uzr, tog'a. Shunaqa so'kish emas edi, voy. Juppa-jup qilib o'tirish. Aka men o'zim kiraman. Yo'qmi? Men o'zim kiraman. Olishayman o kim bolasi? Hamma pulni o'zi olmoqchi. Ama modadan qolgan pulni qistirishma. 100 mingtalik, 200 mingtalik pullarni qistirish. Arkamanmisa? Har qistir. Beparosat qo'lga beradi, qarang. Qarang. Beramiz, qarang. Ye kuyov bola uyat bo'lsa kerak 5 ming so'm qistirsangiz. Amaki, men kuyov bola emasman, mana kuyov bola. Qo'yag'i bormi kuyov bola bilan bir xil qilib kiyib olib. Tur yo'qlar yoqqa. Mana uni ochib tasha, beparosatlar kurakka tutatish desam, sapkovoyga tutatib berishdi. Uqdanli. Flavist yangi chiqqanimi? Golubika, Chernika. Ichsam bo'ladimi? Biz ham ichgani keluvdik-da Flavist ichib. Ha, siz Flavist ichgani kelgansiz. Ana qizni oldiga kelmagansiz, to'g'rimi? Qani, bitta ichib ko'raylik-chi, yangi chiqqanimi? Ha. Voh! Ey, yangicha tam. Golubika, Chernika yomon chiqibdi. Bu tamni-chi men qayerda tatib ko'rganman, bilasanmi? Qayerda? Hozir mana shu yerda tatib ko'rdim-da. O'ta go'zal chiqibdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti Flavist-chi. Bu yangi chiqqanini ham, boshqalarini ham O'zbekistonda Luboy hududidan topsang bo'ladi, uka. Rais buva, sizni so'zga chaqirishyapti. Avvalo 2 yoshga baxt tilashdan oldin mana shu xalq bilan jicha hisob-kitobli ishim bor. Bu onangni emgur qishloqda bolalar to'y boshlandi desa mana shu sahnani tarakanday bosib ketadi. Gullama dedim. Shake, madam shake. Madam shake. Dada mashinangizni sotsa nech pulga ketadi? $30,000 ketadi o'g'lim. Bir urib 3 mingga ham ketmaydigan qilib qo'ydi. Hazzalar kunida sen meni qo'lga qilasan. Evet, kitemre. O'la qo'rqtording. Dada jo'jalarga suv beraman deb benzin berib qo'yibman. Xudoy chiqib tinchlik bo'lsin-da. O'zlari kunida jo'jalarga nima bo'ldi keyin? Dada jo'jalaringiz benzin ichgandan keyin qisa anomal issiqda reaksiyaga kirishib, olov purkayapti. Drakon bo'lib qoldi jo'jalaringiz. Bu zarar kunida jonimdan jah to'ydirdi. O'zizga qo'ysa nech pul ketarkin-a? Kattalardan hech kim yo'q ekan, mibdan kelish shekilli. Kim bor, qarab boringlar. Dada gazdan kelishdi. Keling. Yaxshimiz. Dada meni to'kurdi. Ha, zarar kundan yana nimani boshlading? Yangi olgan elektromobilingizni transformatorda zaryad qilaman degandim. Transformator portlab ketdi. Elektromobilingiz ham bang portlab ketdi. Keyin hali urushtirib yurgan dakan xo'razingiz bor-ku, uni ham to'kurdi. Jonimga chiqib ketding sen zarar kunda. Yo'qol. Teparoqdan qo'ysang shabadasi ham keladi basharamga. Og'zimdan qo'ysang yaxshi bo'ladi. Kelay qo'yib nima qilasan? Qorasa, yo'q, bor. Parosatingga paytava dadam uxlayapti ham demaydi, pasaytir ana uni. Pasaytir deyapman men senga. Rahim! Taqqillatorma, sabimni o'ynab. Rahim! Katta qo'layiniki taqqillatyapsanmi? Junpaypaqqa jun qilaman hozir. Amaki Rahimni chaqirib oling, o'ynamoqchi edim. 50 gradus issiqda inayni ammasini uyda o'ynaysanmi? Yo'qol. Voy bu issiq suzma qilib qo'yapti-ku. ¿Y qué fue? Qulam taydi ishi, qulam taydi. Katta bola bo'lib qolding. Sal bunday ma'noli qo'shiqlar eshitgan. Masalan, Yulduz Usmonova YouTube'ga kir qidirgin. YouTube'ga kirib nima qilaman deb, mana Telegramda, Instagram bot bor-ku. Mana qarang. Yulduz Usmonova. Ko'rdingizmi? Nechta ashlash chiqib kelyapti. Keyin bundachi muzikalarni 8 da konsertni zal har xil equalizerlarda qilsa bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, TikTokdagi har xil videolarni skechas qo'ysangiz ham bo'ladi. Yo'qmi, shunaqa narsalar chiqib ketdimi? Ya biz paytda kaseta yurardik. Apgachi? Shahlo Ahmedova.
Qo'yamiz issiqmi? Tapichkam erib ketyapti. Testosteroni bilan qonuniy ajrashganlar. Tur yo'qol uyingga mahallani aynitishma. Bu qo'y yog'larga julli shoptonni junini ishkash kerak. Pishib qoldi bu. Iya, ana u internatram issiqda so'lib qopti. Doktor, chaqirganda yo'qdir. Tinchlikmi otaxon, nima bo'ldi? Iya qizim, belayim bo'lib qopsan-ku. Otaxon, issiqda ozgina dam o'tib qopti. O'zingizga ozgina dam bering, ko'chaga chiqmang. O'zimga dam beraman bo'lmasa, uzun marketdan basen zakaz qilib mazaf cho'milib o'tiraman. Bu issiq ambulatoriyaga admin qilyapti-yu. Assalomu alaykum. Uzun marketdan buyurtmangiz yetib keldi. Danli buncha tezkorsilar, Akajon, sizning buyurtmangiz: quyoshdan saqlovchi ko'zoynak, yoz uchun mo'ljallangan krossovka, velosiped hamda basseyn. Oma basen qichiq ekan. Uzun marketda yana nimalar bor? Biror narsa o'ylang-da. U ham bor. Yo'q. Uzun marketda hamma narsa bor. Va xotin, to'rtta tuxum pishir, qorni ochib ketdi. Xo'p, dadasi. Voydod! Bu issiqda tuxumlar jo'ja ochib yuboryaptimi? Men ham basendan chiqmayman bo'lmasa. Ey bola. Ha, dada. Qulog'ingga qo'y yog'i narigi xonagacha eshitilyapti, sal pasaytir. Uzr, dada. O'g'lim, buni qulog'imi tagida poqqillat-ing. Bu issiqda rosa yoqyapti-da. Xo'p. Nima asabimga o'ynab, paqqillab, chappillab chaynayapsan, asabimga o'ynama. Uzr dada, uzr. Oyog'ingni ko'tara olmay qoldingmi? Asabimga o'ynama, jit qilib. Nariyoqqa qarayon boshla, asabimga o'ynamasdan. Mana shu eski xaladayliga dirilla urib jonga tegdi-da. Valnadan bitta yangisini olaman shekilli. Parasoti yo'q, traktorga ham zinali dasa qo'yammi? Yuzini Amerikan massasida urib kelaman barsaga o'xshab. Parasotni ishlatib, mana uni taqraydi endi titillatmasdan. Asabimga o'ynaysan. Men chidolmayman. Dada. Shu Qodirxonam tugamadi. O'g'il bola? Ha? Katta klavish bor, beraymi? Bosib o'ynaysiz, ha? Ko'rsataymi? Ha? Mana. Ding. Qulog'imni tagida tiraqlatasan, borlar taraqlar. Popinjon. Popinjon. Qurtlaringiz lezginga o'ynayaptimi ichkarida mana? Qilasiz? Ha? Yo'q. G'ichiratma, sarindosh bermaydi. Bor yo'q qalay yozga kirib yo'q. O'g'il bola sizni jicha xafa qilib qo'yapman. Xafa qo'ygan paytlaringiz uyga kirib jicha yig'lab olsangiz ham bo'ladi. Men roziman. Faqat bugun sizni o'zim ota bo'lib, o'zim kiyintirib kelmoqchiman. Nima deysiz? Yurasizlar? Ha, bo'ldi. Faqat chapillamaysan, yur tez. Ata, siz aylantiring, men kiyim tanlab turaman. Mana oyoq kiyimlaringiz qanchadan? Barcha ko'rib turgan oyoq kiyimlaringiz narxi 99 ming so'mdan. Oyog'ingni ko'tarib yur, vijit qilmasdan. Jonim, mana shalvarlar qanchadan? Do'konimizdagi barcha shimlar shalvarlar narxi 99 ming so'm. Bu ham tishini g'ichiratami? G'ichiratma, sabimni o'ynab. Bret Rose do'koniga mega aksiya e'lon qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Voy, malades, otangizga rahmat. Nima bunning tortyapsan? Narkomanmisan sen, bunning tortasan, ha? Tishlikmi uni uydagilar dunyoga keltirayotganda Nagasaki yo Hiroshima dasaloyini o'tkazmaganmi? Oka, pulli ovozi asabingizni sal o'ynab qo'yamanu. Yo'q, pulli ovoz kimga yoqmaydi deysiz, ukajonim. Sani ovoz. To'ting, men ham bitta sani. Bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam, ayam tayoq bilan urardi. Mosusremay, o'la, rish qilmasdan oyog'ingni ko'tarib yur. Mol. Atay qilyapsan-da, asabimga o'ynab. Maka! Sho'rlatmay qo'y, mol. Ko'pirib ketganini qara. Bolalarda oldida so'kinurmay. Ishlatish kerak-da, mana uni ko'tarib yuravermasdan. Men. Chiroyli ber. Men. Rahmat.
Porosatingga paytava tiriqlatib ichidan nima qidiryapsan? Nima qidiradi? Go'sht qidiryapti-da. Qo'ydi qo'ltig'i. Chimchiqmisan sen? G'ichirama, sabim dosh bermaydi, g'ichirama. O'ylash kerak edi, g'ichillamaslik uchun. Tiriq ketsa ontar-tontar qiladi. O'zi uxlaganda xurragi olami buzadi. Mingillamay yo'la. To'g'ri qol nariga chiqib yot. Yashamayli ekanda. Fireball. Ambulatoriyaga admin qiyim keladi. Ya tomda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deymanda. Qattuye. Ya o'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi? Sigaret almashtiring. Hozir bunda qirsillatib chekadiganlar bor, shunaqadan cheking. Ha. Tomda tursam buchoy ko'payib ketibdi. Bunday qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'lib, bunday qarasam, quyib qo'ygandek sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu kaltak X Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor, mana vazelin kalish, ya'ni vazelin kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chekmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsak, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Bormasin o'g'il bola. Qo'rqitordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Machishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tututagida itni rasmi dechi? Tututagida itni rasmi. Ha, ketdik. Fireball. Porosati yo'q, chapillamay ye. Qo'yam ovoz chiqarmay yeydi mana qilib. Mol. Yo qo'ydi qo'ltig'i, men unga chapillamay yeydi, siz sho'rillatib ichasanmi? Mana shunaqa tovushlarga asabim dosh bermaydi-da. Hozir ashqushni og'ziga chertaman. Asablarim dosh bermaydi, huquqlamay o'la xorab. Qaytiriqlayapti, asabim dosh bermaydi. Bilmadik dada. Yana tiriqlayapti-da. Yana asabimga markat qilyapti-da. Hozir ashtiriqlagan joyda ushlab olsam, ambulatoriyaga admin qilaman. Qaytiriqlayapsan. Asabim dosh bermaydi, qaytiriqlayapsan. Qo'yag'imga asabimga o'ynayapsanmi? Hozir daqa tepaman men seni. Dovdiramay o'lab. Nima baqiraverasiz? Bolalarni oldida ham so'kinaverasizmi? Og'zingizdan shoda kirib boda chiqadi. Uch oldingizmi o'g'il bola? Uch meniki emas dada. Mana 3 mo'meznikidan paydo bo'lib qoldimi? Porosat yo'q, dadam uxlayapti ham demaydi bu kallangga. Dadasi ertaga o'g'lingizni uylantiramiz. Mol. Ertaga uylantirganimizdan keyin ham kelin olti shunaqa so'kinib o'tirasizmi? Canım seni juda sog'indim. Yuzlaringni. Beporosat meni oyog'im ushayapsan, mol. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Million yil yashang. Futbol ko'raveramiz. Qodirxon ko'raylik. Dinayna. Patsa. Dada, ayam bilan akam molga ko'p o't beribdi, bo'kib qolibdi. Kelin, ana ikkita bodamni qulog'ingizga tiqib nariyxonaga chiqib turing-da. Nimaga dada? Kelin, eningiz bilan ayingiz uyda tinch o'tiribdi-da. Ular tinch o'tirishaversin-a. Men mo'larda gapim bor. Chiqib turing indamay. Quloqni bekitamiz-a, kelin. Rosa to'lib turadi, kelin borligida ayta olmayapti, ro'dimi? Tayyorlaninglar endi. Og'zing!
jahon mulkida paydo ey sho'xi farizat. Atala. Bu qanaqa prichoska? Bu Morgenstern degan prichoskada adas xatdan ham bilasiz. Voyo. PDTga berib yuboradigan bola bo'lyapsan-da sen. Chachingni qara yalama bo'lib yotibdi. Yuvib kelsam bo'lmaydimi, Atala? Shahob tog'a, orqa patni o'stiramiz, oldilarini ham o'stiramiz, oldini yopamiz. Yo, opoqni so'kadi, mujik bo'l. Qaytib kelmayman bu sartaroshga. Deyman-ku, lekin rayonda bitta sartarosh bor-da. O'g'il bola tezroq vannadan chiqsangiz biz ham cho'milib olamidi? 2 soat o'tib ketdi-da, bu chachimni yuvib olay, ishga ketishim kerak. Oma zarar olma, ano. Ko'p cho'milish. Motosiramay o'lgan maydan qo'y. Pechkani qo'y, sovuq yomon qaqshatyapti, suyaklarimgacha og'riyapti. Ha, bundoq gamash-mamashga yur ali. Gamash yoqmaydi-da, qichishtirib tashlaydi. Bu gamash kiysang jinali bo'larmidik? Bolam, issiqroq kiyindingmi? Ha, aya ichimdan ikkita triko kiyib oldim, pombar materialli. Ana paypog'im ustida siz jun paypog'ingizni ham kiyib oldim. Ko'cha sovuq o'xshayapti, yana bitta triko kiyib chiqaman. Bergan narsalarim qolib ketmasin, ha? Aya bitta shapkir bergansiz, oldim. Bitta qoshiq bergansiz, oldim. Bitta vilka bergansiz, oldim. Vilka meniki. Qozon berganman, likopcha berganman, tovoq berganman, chinni berganman. Ha, mana. Paxta gullaymi-da ayachini? Bitta qozon, bitta to'shak, Bitta ko'rpa, bitta bolish. ikkita bolish berganman, bittasi qayerga ketdi? Ha, bitta bergansiz, bolish aya. Topasan, qo'lim chirib tikkanman. Opangni fenini olib ketib qo'ygansan-a? Ha, fenni oldim aya. Pasilka jo'natgan qop so'mkam bor. Ashini ham olgin. Bozorga chiqadigan so'mkamda u. Ha, aya qop so'mkangizni oldim. Bo'pti, ukalarim o'qishni yaxshi bitirib olinglar. Gaplashib turaylik, yo'qmi? Aka, xatyabi shamponingizni tashab keting. Yo'q, jinnimisan, biz mahallada xildir-shildir yo'q. Chishpasdan tashab ketishim mumkin. Aya, petayda men hozir mashina gaplashyapman, endi yo'lga chiqaman. Senga jo'natgan shakarobda bankalarini oldingmi? Yo'q. Ko'zing go'laymi o'lgur, qayt kvartirangga. Hamma bankalarimni olib kel, kompot qilishim kerak. Yashamaylik ekanda.